Salom, hamkasblar. Mening ismim Maksim, men 10 yillik tajribaga ega professional elektromontajchiman. Ushbu videoda men sizga Zubr MF2 kop funksiyali relay qanday to'g'ri sozlanishini ko'rsataman. U sizning qurilmalaringizni tarmoqdagi kuchlanish, tok va quvvat sakrashlaridan himoya qiladi. Uchala ko'rsatkich ham raqamli displeyda aks etadi. Bu tarmoq sifatini kuzatish uchun juda qulay. Sozlashni nimadan boshlaymiz? Eng muhimidan, kuchlanish chegaralarini o'rnatishdan. Zavod sozlamasiga ko'ra yuqori chegara 253 V, pastki chegara 198 V. Zarurat bo'lsa, plus va minus tugmalari orqali bu chegaralarni o'zgartirish mumkin. Chegaralarni tanlashda qurilmalaringizning texnik hujjatlariga albatta qarang. Har bir o'zgarishdan keyin bir necha soniya kuting. Relay o'zgarishni avtomatik tasdiqlaydi. Tugmasini 3 soniya bosib turing. Avariya jurnali ochiladi. Zubr kuchlanish, tok yoki quvvat belgilangan chegaradan chiqib ketgan holatlarni va relay yuklamani o'chirgan vaqtlarni saqlab boradi. Bu tarmoqda nima bo'layotganini tushunish uchun juda qulay. Keyingisiga o'tamiz. Menu tugmasi orqali qurilmani yanada aniq sozlash mumkin. Menyuga kirish uchun tugmani 3 soniya bosib turing. Birinchi sozlama, tok yoki quvvatning yuqori chegarasi. Zavoddan nominal tok bo'yicha cheklov o'rnatilgan, ya'ni 63 amper. Nega Zubr faqat bittasiga, tok yoki quvvatga cheklov qo'yishga ruxsat beradi? Chunki bu kattaliklar to'g'ridan to'g'ri bog'liq, quvvat kuchlanish va tok ko'paytmasiga teng. Ya'ni tok 63 amper bilan cheklanganda, quvvat ham formulaga ko'ra 14 kV bo'ladi. Bu ushbu modelning nominal quvvati. Tokni nazorat qilish foydali bo'lishi mumkin, masalan, yuklama qancha tok iste'mol qilayotganini bilish uchun. Zubr MF2 yuklamani fazalar bo'yicha shunday taqsimlashga yordam beradi, natijada fazalar orasidagi nomutanosiblikning oldi olinadi. Bu, shuningdek, binoni ijaraga berganingizda va tok iste'molini cheklash kerak bo'lganda ham foydali. Time on. Avariyadan keyin yuklamani qayta yoqish kechikishi. Ko'pincha elektrchilar bu yerda 10 soniya qo'yishadi, lekin bu muzlatkich va konditsionerlar uchun kamlik qiladi. 180 soniya qo'yish tavsiya etiladi. Bu kompressor texnikasini himoya qiladi va xizmat muddatini uzaytiradi. Keyingi sozlama, tok yoki quvvat bo'yicha avariya yuzaga kelganda yuklamani o'chirish kechikishi. Bu yerda aksincha, Zubr yuklamani o'chirishdan oldin pauza belgilanadi. Zavod sozlamasi 5 soniya, shunday qoldiramiz. Keyingi bo'lim SPT. Bu yerda tok nazoratini quvvat nazoratiga almashtirish mumkin. Repeat, tez takrorlanadigan ishga tushishlardan himoya. Hammasi oddiy. Agar relay 20 soniyadan kam interval bilan ketma-ket 5 ta ishga tushishni qayd etsa, 6-safar yuklamani to'liq 1 soatga o'chiradi. Bu holatda ekranda rep xabari paydo bo'ladi. Bu rejimdan chiqish va yuklamani qayta yoqish uchun istalgan tugmani bosish kifoya, yoki 1 soatdan keyin Zubr avtomatik ravishda ishini tiklaydi. Bu funksiyasiz yo'q paytingizda ulangan qurilmalarni svetomuzika holatidan himoya qiladi. Keyingi bo'lim kengaytirilgan sozlamalar. U yerga kirish uchun menyu tugmasini 6 soniya bosib turamiz. Correction menyu bandida Zubr ekranida ko'rsatilayotgan kuchlanish qiymatini sozlash mumkin. Albatta, multimetringiz ham Zubr kabi True RMS prinsipi bo'yicha o'lchashiga e'tibor bering. Tok ko'rsatkichini tuzatish ham xuddi shunday amalga oshiriladi. Keyin yanada qiziqroq. Professional o'chirish vaqti rejimi zavoddan ochiq holda keladi. Agar sizda qisqa muddatli kuchlanish sakrashlari va pasayishlariga uncha sezgir bo'lmagan qurilmalar bo'lsa, bu rejimni yoqsangiz, xavfsiz daraja va davomiylikdagi ogishlarda relay yuklamani biroz kechroq, soniyalar yoki hatto millisoniyalarga kechiktirib o'chiradi. Agar kuchlanish tezda belgilangan chegaraga qaytmasa, qurilma baribir o'chadi. Ammo e'tibor bering. Pro rejimida muhim cheklov bor. 276 voltdan yuqori bo'lgan har qanday holatda relay darhol o'chiradi. Xo'sh, keyin nima bor? LUT, kuchlanish pasayganda o'chirish vaqti. E'tibor bering, gap aynan past kuchlanish haqida. Nega bu yerda kechikishga ruxsat beriladi? Chunki past kuchlanish odatda yuqori kuchlanishga qaraganda kamroq xavfli hisoblanadi. Bu qaysi diapazonlarda ishlaydi? Ushbu parametr relay o'chirishdan oldin necha soniya kutishini belgilaydi. Zavod sozlamasi 1 soniya, shunday qoldiramiz. Keyingi band ot. Bu relay kechikish vaqtini qaysi paytdan boshlab hisoblashni aniqlash usuli. Ikki variant bor.
standart holatda tar o'rnatilgan, hisoblash kuchlanish normallashgandan keyin boshlanadi. Uni taoga o'zgartirish mumkin, bu holda hisoblash avariya yuzaga kelgan zahoti boshlanadi. Yana bir foydali funksiya, gisterezis. Masalan, agar 5 volt qilib sozlansa, relay quyidagi mantiq bo'yicha ishlaydi. Kuchlanish yuqori chegaradan oshganda qurilma 253 voltda yuklamani o'chiradi, qayta yoqilishi esa faqat kuchlanish 5 voltga kamayganda, ya'ni 248 voltda sodir bo'ladi. Bu esa ulanishlar sonini kamaytiradi va ulangan texnikaning xizmat muddatini uzaytiradi. Brightness, displey yorqinligi. Ushbu bandni tanlaganingizda, orqa yoritish intensivligi darhol o'zgaradi. Bu faqat vizual sozlama bo'lib, oqdan 100 gacha sozlanadi. Oq qiymatida displey 30 soniyadan so'ng uyqu rejimiga o'tadi. Ammo xavotir olmang, tugmalar bosilganda yoki avariya holatida u yana 100 yorqinlikda yonadi. 3. Yakuniy menyu bo'limi, tok chegaralarining kengaytirilgan sozlamalari. Asosiy sozlamalarda biz allaqachon yuqori tok chegarasini belgilaganmiz. Bu bo'limda qo'shimcha va pastki tok chegaralarini, shuningdek ularning oshib ketishida o'chirish kechikishini sozlash mumkin. Bu sozlamalar, masalan, elektr dvigatelni himoya qilish va uning maksimal quvvatda yoki bo'sh holatda ishlashini cheklash uchun foydali bo'lishi mumkin. Agar video foydali bo'lsa, like bosing. Endi siz Zuberni qanday sozlashni bilasiz va texnikangiz ishonchli himoyada. Savollaringiz bo'lsa, Zuber Telegram boti orqali texnik qo'llab-quvvatlashga murojaat qilishingiz mumkin. Yordam berishdan mamnunmiz.